Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men tarix fanlari doktori Alimjon To'g'rijev. Bugungi o'tiladigan mavzumiz o'tgan mavzuning davomi hisoblanadi. Ahmoniylar bosgan davrda Turon, miloddan avvalgi 6-4 asrlar tarixi haqida gaplashamiz. Reja bo'yicha biz 4 ta masalani ko'rib chiqamiz. Birinchisi Ahmoniylar davrida davlat boshqaruvi, O'rta Osiyo satrapliklarni boshqaruvi. İkincisi ijtimoiy-iqtisodiy hayot. Uchinchisi davlat islohotlari. To'rtinchisi Ahmoniylar davrida din. Ya'ni Markaziy Osiyo Turon hududida din masalasi haqida gaplashamiz qisqacha. Endi Ahmoniylar davri o'tgan safar aytib o'tdik. Manbalari asosan o'sha Beqishturun, Naqshbandiston, Suza, Kiropoldagi rasmlar, suratlar, tasvirlarda aks ettirilgan va bu yerda biz bilishimiz mumkinki, Ahmoniylar davrida kimlar podshohlik qilgan, masalan, Kir, Kambiz, Doro 1, Doro 2, Atrabon kabi bir qanchalik podshohlardan tashqari Baxtiyorning satraplari haqida ham ma'lumotlar olish mumkin bo'ladi. Bu yerda bevosita Baxtiyorning 5 satrap bo'lgan 5 haqida ma'lumotlar keltiriladi. Mazkur ro'yxatda shu ko'proq e'tibor nima uchun Baxtiyorga qaratilgan degan savol uchrashi mumkin. Ya'ni Baxtiyor bilan Ahmoniylar bevosita chegaradosh bo'lgan. Qolaversa Baxtiyorlarning Ahmoniylarga ma'lum darajada ta'siri ham bo'lgan. Ya'ni bular harbiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan doimo Ahmoniylarga o'z ta'sirini o'tkazib, ya'ni Xorazm So'g'dga nisbatan Baxtiyorning Ahmoniylarga ta'siri kuchli bo'lgani kuzatiladi. Qolaversa Baxtiyor boshqaruvi Ahmoniylar uchun bir qadar qulay bo'lgan sababi Baxtiyor bilan Ahmoniylar o'rtasidagi munosabatlarning yaqinligi, xalqlarning bir qadar bir-biriga yaqin ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarga ekanligi ham bu masalalarga o'zining oydinligini kiritgan. Endi yana Gerodotga murojaat qiladigan bo'lsak, Gerodot aytib o'tdiki, davlatni 20 ta viloyatga, ya'ni satraplikka taqsimlagan. Bu 20 ta satraplik haqida ma'lumot Beqishturun va Naqshbandiston, Suza bitiklarida 24 ta satraplik deb keltiriladi. Umuman endi biz bu satrapliklarning soni haqida ikki xil ma'lumot berilganligini agar juda asosli sinchiklab qaraydigan bo'lsak, demak 20 dan ziyod satrapliklar bo'lgan degan yakuniy xulosaga kelishimiz mumkin bo'ladi. Beqishturun yozuvlari ro'yxatiga ko'ra Baxtiyor 16-chi, Sudiya 17-chi o'rinda ko'rsatilgan. Ya'ni Sud bilan Baxtiyor 16-17-chi o'rinda ko'rsatilgan va bu yerda Saklar 15-chi, xullas kalom har bittasini o'zining o'rnini ko'rsatib o'tilgan. Dorobirning mamlakat boshqaruvidagi islohotlardan biri biz aytib o'tdik, bu satrapliklar edi. Ya'ni satraplik orqali boshqarib, o'sha satrapliklardan kelib tushadigan o'lponlarni bevosita markazga yetib borishini ta'minlash hisoblanadi. Mana jadvalda ko'rsatib o'tilgan 12-o'lkaga, ya'ni 12-satraplik deb aytmasak ham bo'ladi, Baxtiyorliklar, Marg'ilonliklar, Egilliklar kirgan. Bu O'zbekistonning janubi, Turkmaniston hududida yashagan xalqlar. 15-satraplikka esa Saklar va Kaspiylar kirgan. Bu Kaspiy dengizi, Orol dengizi bo'yidagi xalqlar va Saklar, qisman massagetlar ham shu satraplikka kirgan. Endi 16-satraplikka esa Markaziy Osiyoning aynan Amudaryoning o'rta havzasi va Sirdaryoning o'rta havzasida joylashgan xalqlar, ular parfiyaliklar, xorazmliklar, so'g'diylar, ariylar kiritilgan. Endi bu davrda soliqlarning turi va hajmi belgilab qo'yilgan. Ya'ni betartib ravishda soliqlar undirilmagan, betartib ravishda hajm belgilanmagan va soliq yig'uvchilarga ham, markazga ham yetib boradigan soliq miqdori aniq ma'lum bo'lgan. 360 talant boya aytib o'tdik. Miqdorda soliq to'lash agar Baxtiyorliklar, Marg'ilonliklar zimmasida bo'lsa, Saklar va Kaspiylar zimmasida 250 talant kumush to'lash bo'lgan. Parfiyaliklar, xorazmliklar zimmasida esa 300 talant kumush to'lash majburiyati bo'lgan. Endi
savol tug'iladi, bu aynan kumush bilan berilganmi bu miqdor desa, yo'q, albatta kumush bilan berilmagan. Ya'ni ma'lum bir mahsulotlar yoki chorva mollari o'sha kumush hajmida o'lchanib, ular ham o'sha soliqning bir qismini qoplagan. Mana misol uchun baxtiyorliklar, tuyalar, hunarmandchilik mahsulotlarni bergan bo'lsa, saklar tabiiyki chorva mahsuloti bilan, chorva mahsuloti olgan kiyim-kechaklar, egar jabduqlar bilan o'z soliqlarini to'lagan. Endi nisbatan hunarmandchilik yaxshi rivojlangan Parfiya, Xorazm, So'g'd, Aryada esa 300 talan miqdorni gazmonlar, turli xil hunarmandchilik idishlari, harbiy qurollar, zeb-ziynat buyumlari, otlar, chorva mahsulotlari va boshqa turdagi mahsulotlar bilan qutulish mumkin bo'lgan. O'rta Osiyoning Turonning ijtimoiy iqtisodiy tizimi o'sha paytda Ahmoniylar davrida bir qadar rivojlandi desak ham bo'ladi. Sababi soliq to'lash uchun, hosil olish uchun, chorva boqish uchun juda katta miqdordagi yaylovlar, ekinzorlar kerak edi. Mana shu sababli o'sha davrda iqtisodiy hayot rivojlanishi uchun suv inshootlariga bo'lgan e'tibor ham kuchayib boradi. Ya'ni buni arxeologik ma'lumotlar tasdiqlaydi. Endi Marg'ilondagi Yo'ltepa, Erqala, Shimoliy Baxtiyoradagi Kichiktepa, Qiziltepa, Qallaymir, Boytudash, Xorazm, So'g'd, Farg'onadagi bir qator yodgorliklar, Ko'zaliqil, Dengizja, Erqo'rg'on, Uzunqir, Daratepa kabi Afrosiyob kabi yodgorlik xarobalari o'sha davr yodgorliklari, Ahmoniylar davri yodgorliklari hisoblanadi. Endi bu yodgorliklarning o'rganilishi ularning qanday qurilganligini va nima maqsadda qurilganligini ham ko'rsatadi. Avvalambor bu paytda paxsadan, boya aytib o'tdik, va xom g'ishtdan ko'tarilgan imoratlar. Yerqo'rg'onda, misol uchun, biz Yerqo'rg'on yodgorligini ko'rganimizda poydevor sifatida pishgan katta hajmdagi pishg'anishlardan foydalangan ham kuzatiladi. Ya'ni poydevor sifatida pishg'anish terilgan tagiga, uning ustiga esa paxsa terilgan. Ya'ni zax olib paxsani qulatmasligi ham e'tiborga olinadi. Bu davrda hunarmandchilik rivojlanadi. Sababi metallga ishlov berish, metalldan buyumlar yasash, turli zeb-ziynat yasash ayniqsa o'tloq aholi orasida keng urfga kiradi. Mana bu Ahmoniylar davrida yashagan Qizilcha uy qo'rg'onining maketi yoki bir ko'rinishi. Demak, hamma uylar o'sha davrda to'rtburchak shakldagi qo'rg'ondan iborat bo'lgan. Ya'ni qo'rg'on qilib o'rab olingan uylar. Sababi tashqi dushmandan saqlanish, o'sha uyning ichidagi butun aholisini, chorvasini o'sha qo'rg'on ichiga joylashtirish, qolaversa to'rtburchak qilib o'ralgan uylar iqlimni ham hisobga olingan. Ya'ni issiqda bu joylarni iqlimni nisbatan salqin saqlashga ham mo'ljallangan. Endi bunday uylarni biz So'g'd, Baxtiya, Marg'ilona, Parfiya, Xorazm hududlarida bunday bu kabi inshootlarni ko'plab kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu davr aholisi asosan biz aytib o'tdik, katta qismi chorvachilik bilan shug'ullangan, muayyan bir qismi dehqonchilik bilan shug'ullangan, keyin bir kichikroq qism aholi shahar, asosan shaharda yoki o'troq yashagan aholi esa ko'proq hunarmandchilik bilan shug'ullanganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Endi din masalasiga keladigan bo'lsak, Ahmoniylar davrida diniy e'tiqod otashparastlikdan zardoshtchilikka o'tish jarayonini bizga namoyish qiladi. Sababi bizni hududimizda otashparastlik, chunki bu hudud otashparastlikning vatani bo'lgani uchun otashparastlik an'analari zardoshtlik an'anaga qaraganda ancha betda kuchli saqlanib qolgan. Ahmoniylarning markazlarida esa bevosita zardoshtlik an'analari kuchli bo'lgan. Shuning uchun ham boyagi biz ko'rgan Bequstum bitiklarning tepasida zardoshtning demak o'sha timsoli aks etgan. Bizda esa ko'proq otashparastlik. Shuning uchun bu hududdagi zardoshtliklar, ya'ni zardoshtchilikni asoschisi bo'lgan xalq o'zining eski udimiga ko'proq e'tibor qilgan, diniy urf-odatlarni amalga oshirgan. Shu bois ham o'sha Eron bilan bizning hududimizdagi zardoshtchilik o'zaro farq qilgan. Bizda Mazda Yasna demak tarmog'i asosan tarqagan va aholi o'sha Mazda Yasnaga e'tiqod qilganligi kuzatiladi.
ya'ni muqaddas olov doim muqaddas hisoblangan. O'sha to'rtta unsur olovning, havoning, tuproqning va suvning muqaddasligi bu yerda juda qattiq qadrlangan va ularga nisbatan salbiy munosabatda qattiq jazolanganligini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni Ahmadiylar davrining asosiy dini zardushilik bo'lganligini ta'kidlab o'tishimiz joiz bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Savollarni kutib qolamiz.